Assalomu alaykum, Xorazm eksklyuziv obunachilari, aziz yurtdoshlar. Bugungi videoroliklarimiz sizlar uchun eng foydali va eng manfaatli videoroliklardan birisi bo'ladi. Chunki har bir ota-ona borki, farzandlarini bir yaxshi joylarda o'qishini, yaxshi joylarda ishlashini, kelajakda shunday havosi, yurtga bir foydasi deydigan inson bo'lib yetishishini orzu qiladi. Shu orzularingiz endi orzuligicha qolib ketmaydi. Sifatli ta'limni izlab yurgan ota-onalarimiz uchun, sifatli ta'limni izlab yurgan aka-ukalarimiz uchun sizlarga bir o'quv markazini tavsiya qilaman. Shu o'quv markazini hozir Xudo xolasa ko'rib, obzor qilib chiqamiz. Farzandlaringiz ayniqsa prezident maktabini o'qishini istasangiz, sho'rak kelaversa, tanlab beraveradilar Xudo xolasa. Narxlar ham hamyonbop narxlarda, qimmat emas aziz yurtdoshlar. Ajoyib narxlarda. Yana bizning kanalni aytib kelsangiz, skidka bilan ham qilib beradilar. Xudo xolasa bu endi manzillarni ko'rsatib donishtirib o'taman. Yaxshilab videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Ma'lumotlarga ega bo'lsa, sizlardan bir dona like bo'lsin. Kanalimizga podpisatsiya bosib obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, podpisatsiya bosib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Aziz yurtdoshlar, o'quv markazi joylashgan manzili Urgan shahrida bo'ladi. Bu yon taraf ko'rsatib turgan tarafim Karat tarafdan kirib kelasiz. Karat kafeni ko'pchilik biladi. Billur, Shumbala, bu yon tarafda Shumbala va Karat kafe va Billur va avvalgi. Xullas, ishon tarafdan yana kirib kelsangiz, korpuslar arasından ishorda yana birinchi san poliklinika bo'ladi. Shu poliklinikani oldi qismida joylashgan bo'ladi. Bu yerdan avvalgi Deddom kirib kelaversangiz, ishorda avvalgi yosh bolalar Deddom bor edi. Mehribonlik uy. Shundan o'tib kelsangiz, yana ishorda o'rtada 2 etaj zdaniya bo'ladi. Bunda Mir fast food choyxonasi ko'pchilik biladi, bilmagan azizlar uchun yana bir marta ko'rsatib o'tyapman. Bu yon tarafdan kelsangiz, bu yon tarafidan ham kelsa bo'ladi. Taj Mahal tarafdan, Taj Mahalning yonidan kirib kelaverasiz azizlar. Taj Mahalning yonidan kirib kelaverishda shu 10 qo'lda joylashgan bo'ladi. Mir fast foodning orqa tarafi. Oriental shu Mir fast food. Karat tarafdan kirib kelsangiz, yana Mir fast foodning orqa tarafida joylashgan bo'ladi. Taj Mahal yonidan kelsangiz, ana yonda klinikadan o'tib 10 qo'lda joylashgan bo'ladi azizlar. Giramizdan hozir Xudo xolasa ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Qani novfalladan bor ekan. Oligohlarga tayyorlash, kichik yoshdagi qiz. O'zi topib kelish ansat qiyin emas. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Beksata, domla yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Beklar yaxshimi? Xudo shukr. Yana yangiliklarni ko'paytirib bersiz xalqimiz uchun. Shunday o'quv markazini ochibsiz. Bir vaqtlari maktab vaqtimizda yana sizni tayyorlab qatnaverdik. Bu vaqtlar bunday shart-sharoitlar bo'lmagan. O'quv markazida yo'q edi. O'zingiz ingliz tilidan tanlayotgansiz bizlar. Yana odam bilan uchrashadiganni ko'rishni yildan keyin. Shunday shart-sharoitlarni qilibsiz ekan, bir ma'lumotlarni berib, Xudo xolasa bir obzor qilib, bir donishtirib o'ting qani endi. Bo'ldi-ki, esa donishtirib o'taman. Bizning o'quv markazimiz manzillarni o'zing tushuntirib o'tding. Asosan shu ingliz tili fanlarini ixtisoslashgan ko'proq, lekin undan tashqari barcha fanlar bor. Matematika, rus tili, ona tili, ingliz tili, kimyo, biologiya, tarix va huquq fanlari bor. Bemalol kelib hamma talabalar bo'lajak istaki bo'lgan yoshlarimiz bemalol kelib tayyorlanib o'qishga topshirish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari IELTS, Sefra bemalol domlalar tayyorlab turibdi. Hozirgina ozgina obzor bilan ko'rsatib o'taman. Bundan tashqari kichkina bolalar ham masalan prezident maktabimizda bugungi kunda hamma ota-ona o'zining bolasini shu prezident maktabida o'qitishni niyat qilib olgan. Niyat qilgan, ularning niyatini yetishtirdilar. Yana o'qituvchilarimiz bizning shu fan doktorlaridan, dotsentlardan, magistrlardan tarkib topgan o'qituvchilarimiz, universitetning domlalari hammasi ishida dars berib, bo'sh vaqtlarida bolalarni tayyorlab turibdilar. Vaholanki shu xalqimizga xizmatda. Men hozir hamma nima bilan sen dars jarayoni bo'lib turibdi o'xshaydi. Dars jarayonlari bo'lib turibdi. Bizda asosan shu milliy sertifikatlarga ko'proq urg'u beradilar. Ona tilchimiz Matluba domlalar bor. O'zing hozir bevosita u bilan ham muloqotda bo'lasan. Dilshod bor, Saidov, keyin Zuhra bor. Hammasi bularning universitetning domlalari, PhD, dotsent, hammasi magistr,
eng kemi magistrlikdan tərkib tapılan damlalar bugünkü gündə okul mərkəzində fəaliyyət yürütüb durubdur. Professional o'qituvchilardan professional ta'limlarni oladi bolalar. Professional o'qituvchilardan kafolatlangan ta'limlarni oladi. Yaxshi. Ota-onalar bemalol kelib berishlari mumkin. Bevosita kanallarda bolalarning o'qishlarini ko'rib qoladilar. Testlar orqali bolalarning o'zlashtirishlarini ko'rib qoladilar. Bundan tashqari mock testlar bo'lib turibdi. Her haftada bazar günü damlalarımız şu sıfır boyunca, IELTS boyunca testlerini alıp bolaların tayyorgarliklarini tekshirib boryaptilar. O'zlaringiz tayyorlanganning vaqtdagining oliy o'quv yurtlarına testlar tayyorgarliklari ham avjida hozir. Testlarni ishlab, shu DTMdan testlarni topshirib, bloklar bo'yicha 5 fan bo'yicha, ya'ni asosiy 3 fan va space fani bo'lgan 2 fanlar bo'yicha ham testlarni topshirib keldi bolalar. Ya'ni hozir barcha gruppalarni ko'rib o'tamiz. Keyin shu o'rinda Beksata bir savol beracakman. Kichkina savol. Prezident maktabini tayyorlovlar ham bor dedingiz-ku. Necha yoshdan qabul qilib, necha yoshdan keladilar shu prezident maktabini tayyorlanish uchun? Prezident maktabini asosan shu 5-klassdan oladilar. 5-klassni nimasini shuna bizlara iloji bo'lsa shu 3-klassdan berganlari yoki 2-klassdan berganlari ma'qul. Endi 1 yildan o'sib etish mumkin, lekin programmaları sel kattaroq, o'zini maxsus kitoblari, o'zini maxsus dasturlari bo'lgandan keyin sel bola qiynalishi mumkin. Shuning uchun kamida 2 yil bo'lganini yaxshi bo'lardi. Ya'ni 3-klassdan bersa, 2-klassdan bersa, dum yaxshi-da. Bolani o'zi ham undan tashqari damlalar, masalan, bolalari matematikadan, ingliz tilidan sel maktabda yaxshi o'zlashtirib bilmagan bo'lsa, kichkina bolalar 1-klassdan ham oladilar. Rus tilini ham, matematikani ham, ingliz tilini ham, ana keyin doktor etaman bolalarimni degan ota-onalar bo'ladi bo'lsa, erta yoshidan, masalan, 6-klassdanmi, 7-klassdanmi bemalol kimyo, biologiya ham berish imkoniyatlari bor. Unda shu prezident maktablarini oldinroqdan shu 2-sinfdan akkasa dum yaxshi bo'ladi. 2-3-sinfda yaxshi bo'lsa, qabul qilish ham yaxshi bo'ladi. Qabul qilish ham yaxshi bo'ladi, ko'proq ishlab beradi bola bilan o'qituvchi. Ana bularning o'zlarining dasturlari bor, shular bo'yicha tayyorlab kerak. Shuni maslahat tavsiyani yaxshi berdingiz maslahatni. Aslida yo'l boshdan qani bir sharoitlarni ham ko'rib chiqamiz, dars jarayonidan bir o'qituvchilarga ko'rsatib beramiz. Bu matematikachi Dilshod Saidovning xonasi. Ana bemalol ota-onalarimiz ko'rishi mumkin. Fan doktori, dotsent domlalarimiz ina hozir kelib nima qilamiz, tanishtirib o'tamiz. Dars jarayoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bezat etdik sizni dars jarayonida. Qisqagina bir suhbatingizni olib o'tamiz endi. Domla. Qaysi fandan dars jarayoni o'tibdi? Matematikadan. Matematikadan tayyorlov jarayoni nechik bo'ladi endi? Dars jarayoni. Ders grup başı herkes bilen individual şoğullanmalı. Asasen 7. sınıftan yukarı emmesinde. Şimdi esası ihtisaslaşım ve bu üniversite sertifikat milli. Prezident mektepleri var. Kichkina gruppalardan bedeyler sana. Bular ham shu dars jarayonida o'tiladi baribir. Prezident maktabidan tayyorgarlikdan shu matematikadan ta'lim berasiz. Bize de matematika kursuna yönelişler. Hatta prezident mektebindeki yönelişi başka. O mesela bir de mantıklı şekillendiriş. İşte materyaller başkaça buladı ki bir de üniversitede tapşırış jarayonu başkaça buladı. Ulan materyalı başka ki çet dilleri Rus yönelişe tapşırılan mesela Rossiyski üniversiteler olsa YG boyunca eğer Westminster, Singapur okşalan üniversiteler olsa o başka mesele boyunca tayyorlanırlar. Her kaysa her kalı 3 tilde falan. Shunda ben sizden soracaktım damla fakat abituriyentlarni tanlaysizmi ya aytgan ya o'quvchilarni ham tanlab boraverasizmi matematikada? Bizde de abituriyentdan bu mektepli o'qituvchidan bu. Mesela yakında meşgula kızımız geldi. Bunu o'zi evvel o'zim o'qishga kirgizganman. Üniversitede bitirib bu damlachilik etib bo'lgan odam sertifikat oldi. Oxirida topshirdi. Sertifikatni oldi ketdi. Şimdi bizde de gruppa bo'lgani bilan har kim bilan individual shug'ullanganligi sababli material har kimda har xil bo'lib ketdi. Tushunarli. Sharoitlar ajoyib. Shunday katta xonalarda dars berish jarayonlari bo'lib turibdi. Shu yerda turib domlalarimiz ham darsni o'taveradi. Misolda qishda issiqqina akfa radiator batareyalar, dur tatabina oynalar ham yana gap yo'q. Shunday keng xonada shunday darslar jarayonlari bo'lib turibdi ekan. Azizlar, hozir ustuna keldik.
Əsəd amılar, dərs sərəyanlarını uçuşuz mümkün. Biz adətgəmiz üçün üzür. Qısqagana vaxtınızı azalttınız. Rəhmət sizə. Yaxşı. Yan tərəfdə hazır IELTS bilan sifrə təyərgərlik getib durdu. Bizəni Abdülkerim Muvazzaf və PhD qızımız bir də universitet damlası bir də sifr bilan IELTS-a hazır təyərgərlik alıb barıb durdu. Özünü IELTS-ı 8 mənə təşkil qılan. Dərəcəsi. Dərəcəsi 8-i təşkil qılan. Bunu hazır bir vasitə görüb ötəriz. Assalamu alaikum. Damlar üzr bezat etdik. Dərslərə yine bu turub ekan. Bir qısqagina suhbətimizni bir alıb əldə girdik. Dərs ötüş jarayanı tərtibdə bo'ladi. Şunu qısqagina tushuntirib berib bersangiz. Bizdə yine o'zingiz bilasiz, hamma sentrlarda ko'p sentrlar tayyor o'quvchilarni oladilar. Tayyorni tayyorlash qiyin emas to'g'risi. Bizda shunday prinsip bor, sentrimizda bola keladi noldan, biza bosqichma-bosqich birinchi etapdan tayyorlab, ikkinchi etapga va oxiri shu qo'ldan sertifikatni oladigan darajagacha noldan olib chiqamiz. Bu bizning sentrimizning yutuqi. Ya'ni bu ne desek netijaga haqiqiy natija, chunki umuman ingliz tili bo'yicha tushunchasi bo'lmagan odamni o'sha universitet uchun kerak bo'lgan sertifikatni olishi, ertaga uyindagilar ham yaxshida xursand bo'ladilar, chunki kutadilar shuni. Biz shu iloji boricha maksimal ballar bilan borimizni berib, kurashib, o'zimiz xursand bo'lib ketamiz. To'g'risi o'zim Sen yüzünüz yorug' bo'ladi ertaga. Albatta. O'zim doğrusu sertifikat olganimcha so'yinman. Lekin shular kelib sertifikat O'quvchilarimiz beraber olib kelsa sizning faxringiz, sizning yuzingiz yorug' bo'ladi, siz faxrlanasiz shu o'quvchilaringiz arkasından. İmtihon bir kun qolganda bular menimcha zat uxlasa kerak, lekin biz uxlayolamiz. İmtihon günam borib poddesh. Eng katta mas'uliyat o'qituvchida bo'ladi axir. Mana shunda sen ta'lim bergan o'quvchisi ertaga shu imtihondan o'tib chiqsa, avvalambor sizning yuzingiz yorug' bo'lib, siz faxrlanasiz. Albatta. Endi ham bizlar shuncha ota-onasi ishonib topshirgandan keyin havo bularni kelajagi degan masala bor. Birovni mas'uliyati og'ir, shuning uchun shularning ishonchini oqlash uchun bor namimizni berib, vaqtimiz qo'shimcha darslar qo'yib, ishlab, bular bilan imtihonlar olib, har hafta mo'qlar. Endi ota-onalarni ham tozayina kursdan boshlab SMS etib yuracakmiz. Ahvolda ota-onalarni. Endi menimcha bular ham yana auditoriyada ma'lum xursand ishtiyoq bilan, motivatsiya bilan o'rganib turibdilar. Endi 27-sida imtihon xudo xolasa oz qoldi. Shuning uchun hozir ko'p vaqt ajratib birga ishlab turibmiz bular bilan. İngiliz tili fanini shunda IELTS ham tanlaysiz, keyin sifr ham tanlaysiz, undan tashqari grammatika, speaking hamma yo'nalish bo'yicha tanlaysizmi? Hamma yo'nalish bo'yicha endi hozir biza Tozanadan Prezident maktabini ham o'zimizdan qamrab olganmiz. Chunki avvalgi yillarda tajribamizda bo'ldi. Guvoh narsani ham ko'pchilik endi ikkilanishi mumkin, ko'rsatishimiz ham mumkin. 4-sinf bolamiz sertifikat oldi. 4-sinf bola 58 ball oldi. Sentyabrda boshladi. Mayda imtihon topshirdi. Prezident maktabine girdi. Endi bize bir tecrübeti gördük. Qarasak qo'limizdan keladi ekan. Endi prezident maktabine yo'lini, metodikasini ishlab chiqdik. Kichkina bolalarni o'qitish. Endi ular ham qamrab olib, xudo xolasa o'qitish niyatimiz bor. Xudo xolasa ota-onalar shu prezident maktabine kiritaman, o'qisin bolam desa, ishora ikkalaveradilar. Albatta, xudo xolasa bizlar ham o'tirib 3-4 darsni kuzatsalar ham bo'ladi. Bemalol. Garantiya beramiz, ko'rib, o'zlari ham qatnashib, o'sha 3 darsda, 4 darsda xulosasi chiqadi o'zi dars bo'yicha. Tushunarli. O'zlari ishonmasa o'tirib, ishni ko'rsam, bemalol ko'rib kuzatish. Dars o'tish jarayonidan ham ko'rishlari mumkin bo'ladi. Hüseyin. Şimdi şarayitlarda aynen jal yüzüler, saya salkında, kondisyonerlerin dörttüğüne azize, hanalar giyin, acayip kışta issikkina, yazda salkında oturup, farzandlarınız şimdi ders jarayonlarini olishlar mumkin bo'ladi. Tillarni o'rganish mumkin bo'ladi. Domla sizga katta rahmat. Dersiz bemalol o'tishingiz mumkin. Shu domlalarimiz yine iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Tajiyev Behzod ekan. Hozir endi bu kanalda ders jarayoni bo'lib turibmi Behzod? Hozir bu yerda ders jarayoni bo'lib turibdi. O'zim o'tib turibman bolalar bilan. Masalan, bevosita bolalar hozir bu yerda asosan grammatikaga tayyorlanib turibdilar. Hozir grammatikani bo'lib, kursni tugatgandan keyin IELTS o'tiramiz. IELTS va milliy sertifikatga tayyorlanamiz. Bosqichma-bosqich. Bosqichma-bosqich. Dasturlaganmiz, chunki hozir bolani 1 yil yoki 1,5 yil IELTS'a yoki sifra berib qo'yadi ko'p ota-onalar. Keyin
balı 50 bal, 49 bal olub qaldı da nima qilib yurdilar. Onun əsasi səbəbi bala birinci növbətdə əsasi ingilis dilini öyrənməyən üçün başda bizənin sistema boyunca bunun ingilis dilini öyrənib çıxardı toluq. Ondan keyin izindən IELTS bilan sefirini başlayırıq. IELTS sefir kursu 3 aydan 5 ayaca. Bizənin qrammatika ingilis dili kursumuz 3 ay, 4 ay, 5 ay. Ümumi alıb qarasan ömürlük bir ildən təşkil etməydi. Şu vaxtın içində balların ucu sertifikat alış dərəcəsini alıb çıxdırdı adamlar. Yaxşı. Yaxşı Həmməsi acayip. təyərgərlik. Əsasisi ingilis dilini şu nöldən başlap üyətib təlim bəriş bu mənim təminməgən maqullu məsədə. Ümumən bilməgən fərzəndinə məkkəsə şu bir düşüncə ega boladı, bilinmə ega olub sifirə ayılsam təyərgərlik görüb baratdan, hə? Çünki bu nöldən alıb çıxmasa bu yadından çıxıb getədi. Çünki bu til, yeni til bu. Bunu daimi rəvişdə təkrarlar, bunu maşqlara, testlərdə, sözlərdə görməsə, kollamasa onu öyrənib bilməydi. Bəli, kuru tema ötkən bilən, ya kuru ailəsinin sefirini, sistemasını balağa yazatqan bilən büyük gündə köp nəsə erişib olmaydı. Vaxtinçəlik nəsə boladı, nəticə verədi, balını aladı, sertifikatını kola girtədi. Lakin vaxt ötkəndən keyin bərabər yadından çıxıb getədi. Çünki oxutucu olacaq yerdən, ingilis dili fəni oxutucusu olacaq. Gələcəkdə bir caylara işim əlləsə? Yaş, bizənin yaşlarımızı, ballarımızı oxutadı şular. Üçün bunlara çukuraq bilim veriş gerək. Keyin ertən bankda, dövlət təşkilatlarında, idarələrində işləyirlər. Azır dövlətin əsasi tələbi üçün tilini bilədiyini qalırlar. Çünki mələkə açılış gerək, çet yer almalı, stajirovkadan ötüş gerək. Kimlik vərərini bilməyib, hazır misal idarələrin til birinci soruduğum nərsəsi şu, tilini biləsənmi, iş alacaq vaxtdan. Şöyle bir makal yadıma düşdü, iş bilgenge 1 tenge, dil bilgenge 1000 tenge dedi. Bekardan bekara emas axı. Bari bir dil bilsə, ertən gərəkli kadr oladı. Şu zaman tələbi şu oturgandan keyin nöldən başlap öyrətdiyiniz makul doğrusan, yaxşı нәрsə. Yaxşı tavsiyə. Tavsiyələmin şu ata-analarımız diqqət bilan işləyinlər. Gəlib durub şördəyinə təyərlərini qılsalar, xuda xalasa nöldən bilməyə ega boladılar. IELTS'dan sefirdən xuda xalasa işördə öyrənələrlər. Yəni xanaların, bu xanalarını göstərəmiz. Kondisioner var, hər bir xanada jaluzi, aynalar, saya salqında, geyində, qışda issiqqina, yazda salqında oturub işördə sifətli təlimini alışları mümkün boladı. İkinci qavat bilən danışıb çıxamızmı? Əsə getdik. Əzizlər, oku mərkəzimizdə ikinci qavatına çıxdıq Beysat ağamız bilan. Xuda xalasa ikinci qavatda xanalarla görəmiz az, dərs cərayanları bu tub degen. Beysat ağa qaysı fənlərdən bu tub dedi? Kimya, biyologiya fənindən dərs verədi. Beysat tamamlamız, universitet tamamlası. Ana adı gelib özünüz suhbətini alırız. Bismillah, girəmiz yine. Esselamu aleyküm, damlalar üzür Beysat etdik. Esselamu aleyküm. Dərs cərayandamı əkənsiz bir qısqa qına bir suhbətinizi alıb ötələ bir düşüntürüş bərsəniz yine xalqımızdan içki oturubdu. Dərs ötüş cərəyanlarını. Yine derslerini ötüp tutmamız kimya fənindən inşallah yine abituriyentlerimiz durgan ilmə çatdaq ballar durgan şərəkət qılıb tutdular kimyadan. Kimyanın özünə, düşünərli. Kimya fənindən təlim verərəkən işə damlamız yine qaysı yaşdan, misal məktəb yaşında ballar hem gelip tanlansa bolamı, ya niçik aşılar o doğrusunda bir Elbette mektep yaşında evvel mesela bize 7. sınıfda gelen olmasa 8. sınıfta gelen olsa kaytar bir var. Az kaytar bir varımız. Sebebi hazır milli sertifikat teşkil kılıngan devlet tomonidan. Mesela 7. sınıf bala gelse de 1-2 yıl tayyorlansa da milli sertifikata ega bo'ladigan bo'lsa onun muddeti 3 yıl. Ana 3 yıl davomida yaraydi. Demek sertifikat alsa bo'ldi. Fenni biladi degan gap bu. Demek şu bilan уже fenni to'xtatib, tayyorlovdan hem naqddan hem vaqtdan o'tsa imkoniyatine ega. Уже yaş chegarasi ancha kengaydi bu ish bilan. Doğru. Çünkü mektep yaşında gelsen boladı be. Bemalol o'zi asosiy namiz, abituriyentlarimiz mektep yaşında. Güzel. Yine yurttaşlar bu xanadan yine şərait-şəraitlə görüşəyiz mümkün. Kondisyoner durduğunu. Yani ıssıda, salqında oturadılar, qışda issiqqinada oturub. Vallahi abituriyentlər, fərzəndləriniz, xullas şərait-şəraitlər zor. Damlanı yine özlərini düşündürüş bər tutdular. Çünki gəlib sifətli kəfalatlənən təlimini alışları mümkün boladı. Damla, rəhmət getdə sizə dərslərini bemalol ölçünüz mümkün.
Rüstamov Sultan Damla ekan, magistr professional ingliz tili fani o'qituvchisi ekan. Hozir bu yerda Damla shunda qaysi fandan o'qitdi hozir? Bizda ingliz tili tuturibdilar hozir. Bu bevosita shu o'zimni shogirdim. O'zlarimiz nimada tayyorlanib, universitetga kirib, hozir universitetda domlalar ham bu yerda o'zlarimiz o'quv markazida dars beradi. Yo'q. Hozir nima qilamiz? Gaplashib. Assalomu alaykum. Damla yaxshimisiz? Bizlar bezovta etdik darslarida ekansiz. Qisqagina bir suhbatingizni olib o'taylik deb kirdik. Qaysi ingliz tili fanidan o'tibmi? Tayyorlov nechta tartibda bo'ladi? Bir ozgina bo'lsa ham bir ma'lumot berib biz bilan. Boshda keladilar, bilim tekshiriladi. Bilim tekshirilgandan so'ng guruhga berishtirib, 0 dan bo'lsa 0 da, yo'q agarda bilim darajasi yaxshiroq bo'lsa, shu yerdan tortib ketamiz. Kurchuklar bo'lsa, olib to'g'rilab. Abituriyentlar keyin maktab yoshidagi bolalar nima qiladi? Maktab yoshidagi bolalar azonda ko'pincha. Prezident maktabidan 0 dan tayyorlab o'tibdi. Ha, bu ham to'liq kursi bo'lsa. Gruppalar azonki 9 dan 12 gacha bor. Keyin 2 dan ta 6:30 7gacha jo'rdamiz. Geç gruppalar ham bor, bu yerda ulug'roq odamlar tayyorlanadi. 6:30da keladi. Yosh darajasi cheklanmaydi shunda. Bilim olaman desa, dil o'rganaman desa kelaveradi. Bemalol. Bemalol. Ha, ajoyib gap yo'q. Bu xonaning shart-sharoitini aziz yurtdoshlar bir ko'rsatib o'taman. Konditsioner bor, yana issiqda salqin, yozda issiqqina, yuzani qo'yib yana keng tinchgina xonada shart-sharoitlarda sifatli, kafolatlangan ta'limni professional o'qituvchilardan olishlari mumkin bo'ladi. Darslarni bemalol o'tang, uzr bezovta etganimiz uchun. Hozir girib darslarni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Damla uzr darslarni bezovta etdik. Dars o'tish jarayonlari nechta bo'lib turibdi, bir obunachilarimizga, xalqimizga bir tushuntirib bersangiz. Qaysi yoshlarsiz, maktab yoshidanmi? Bizda dars jarayonida talabalar ham bor, 10-11 sinfdan maktab o'quvchilari va o'qituvchilar ham bor. Перевод imtihonlari uchun, milliy sertifikat, keyin DTM imtihonlari uchun ham dars jarayonlari bo'lib turibdi o'quvchilarimiz bilan. Qaysi fandan siz? Ona tili adabiyot. Ona tili adabiyotdan. Bilim seviyasine qarab bolani boshda tekshirib boshlanadi. Bilim seviyasine qarab test, mashq, temalar bilan sinab ko'rib keyin qabul qilinadi o'quvchilar. Shundaymi? Salqin. Yozda salqin konditsionerda ta'lim oladilar. Qishda issiqxonada, yozda shundaymi salqin konditsionerlarda har bir xonada ko'rsatganimizdek o'quvchilar sifatli ta'lim olishlari mumkin bo'ladi. Damla şu ders jarayonida hozir o'quvchilarimizdan ham bir ikki og'iz qisqacha suhbat olsak bo'ladimi, so'rasak? Sizlarimizdan o'qish jarayonlarimizdan. O'quvchilar kim endi bir suhbatlashar ekan bizlar bilan? Assalomu alaykum. Ders jarayonlarida ta'lim olishlaringiz shart-sharoit, dars berishlari. Qishda issiqqina, yozda buzin. Ustozimizni, domlamizni o'zim yaxshi. O'zinde bor bilim ta'limlarini bizlardan oyamin beradi. Bizlar shundan minnatdormiz. O'quv kursuna gap yo'q. Yo'q. O'quv kursunda yaxshi ta'lim berishadi. Sharoitlarni ham yana ko'rib turibmiz, yana azizlar konditsioner ishlatib turibdi. Hozir ko'chada shunday issiq, lekin ichkarida o'quvchilar shunday salqinda o'tirib, tinchgina joyda ta'lim olib o'tiribdilar. Ko'rib turganlaringiz yana. O'quvchilarning o'zlari ham fikrlarini bildirdilar. Rahmat size. Yakta. Var mı yani başka suhbat? Kimdir? O'quvchilarimizdan yana kimdir fikrlarini bildiramaykan shu o'quv kursi haqida bir bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'quv kursi haqida fikrlaringizni bir eshitsak. Assalomu alaykum. Men adım Sultan Masayinjar. Shavot tumanidan geldim. Shavotdan gelip şurada ta'lim olib turibsiz tayyorgarlik. Doğrusu hamma narsani mukammal tarzda o'rgatdi bizlarga. Esselar tushuntirdi, g'azal tahlillari, kechani gündüzlerini o'rgatdi. Ustoz sizga kattakon rahmat. O'zingizdan bo'lsa hammasini bizlarga berdingiz. Sizlarga. Yodirinchatiriz ustoz. Sizni yaxshi ko'ramiz. İchki imtihonlar tezda bo'ladi, keyin onlayn ham darslar bo'ladimi axir? Bo'ladi. Muntazam ravishda. Ishqilib dastur asosida to'liq teklif qilasizlar. Şu sen safingizga kelib ta'lim olishlarni
Yine teklif kıldık da okuçularımızı üzerinden fikirler istiyoruz. Əzizə, fərzəndlərinizə ata-analar bemalol işanıb, etkəlib, sifətli təlim alışlarından yəni şəraitlərə yetərli. Okuçuların üzerinden fikirlər eşitdik. Bemalol gəlib oku kursunda şimdi ana dil ədəbiyyat nazı gördürmüz. Başqa fənlərlə danışdırdık. Şuların gəlib təlim alışları mümkün oladı. Damla sizə rəhmət kətdə. Vaxtınızı azaltdığınız üçün dərslərində ötərsiniz mümkün. Okuçular səlam Ahmet. Ana rəhmət sizə. Səlam ali təlim müəssisələrinə giriş nəsib etsin. Əmməgə Ahmet. Rəhmət damla. Aman Allah. Yaxşı. Əziz yurttaşlar, ata-analar fərzəndlərinin ən yaxşı sifətli təlim kabul qılsın desəniz də, ən yaxşı cəllədə oxusun desəniz də, ali təlim müəssisələri, çet ellərdə, ali bilim yurtlarında xullas təlimin ən sifətlisi gərək olsa, şu okul mərkəzini danışdırıb göstərib çıxdıq. Veysat atamızın özündən əminə. Sən kabul qılalım. Hörmətli ata-analar, bemalol fərzəndlərinizin əkləşləriniz mümkün. Birinci klassdan ta yaşı çeklənməyən bemalol alıb oxutub, şu sifətli təlim verib, şu yurtumuza xidmət edən, bilimli, ilimli fərzəndlərini tərbiyələyib bərişlərinizdə yardımlaşamız bu da xalasa. Bizəni okul mərkəzimizin iş vaxtı qazancı 9:00-dən başlanadı. 9:00-dən 12:30-a təyarlanırlar. Keyin məktəbdən keyingi, yəni əbiddən keyin bekar olan balalar bemalol gəlişləri üçün sən 2-dən qılıb 2-dən ta 6:30-7 ana uyanma vaxtı çegerələnməyə həmmə özünün vaxtına qarab qrupasını tənləb bemalol kurslarımızda qatnaşışı mümkün. Yenə bir nərsəni aytıb öteyim. Xorazm ekskluziv gördüm, kanalından gördüm də gəlgən ata-analar, yoki abituriyentlər, tələbələr kim olsa onlara məxsus çegerməyə elan edib verəmiz. Həm bu oxuculara həmmə nərsəni düşündürüb qoyaman özüm şəxsən bemalol gəlib kurslarımızda qatnaşışları mümkün. Kütük qalamız, həmməyizə rəhmət. Rəhmət sizəm kətdə Veysata. Yine şurada üşünəsən görüb aytətdirmə. Əziz yurttaşlar, hazırki yaşa üşünlüyünə qalpaq şəpkələrini gibi üşünlü formalarda magistraturanı, doktoranturanı, aspiranturanı, xullas ali təlim müəssisəsinin üşünə bitiriş həmməgə nəsib etsin. Ata-analarının arzusunda fərzəndlərin üşü giyimləri giyib bitirib otursunlar yine. Xaxlağan ali təlim müəssisələrinə xuda xalasa sifətli bilim alıb dil ürgənəməndə yürüyen əzizlərimiz olsa gəlib durub iş orada yine dillerini ürgənib başqa fənlərdən təlimlərini alıb yetişəcəniz mümkün oladı. Ekranlarda telefon nömrələrini yazıb qaldıranız. Şimdi şərt şəraitlə okul mərkəzdə sizə kütük qalanız. Bemalol bağlanıb alaka çıxıb gələ verəsə.